Do'stlar, bugun uning ko'zlari haqida gaplashamiz. Kitobni o'qib shuni tushundimki, undagi kuchli siyosiy va ijtimoiy voqealarga nisbatan asarga biroz nozik nom tanlangan. Lekin buni o'ziga xos sabablari ham bor. Kitobning muallifi alaviy eronlik. U Shoh Rizo rejimi davrida juda ko'plab ziyolilar qatorida qamalgan yozuvchi hisoblanadi. Ushbu asarda katta ehtimol alaviy o'zi guvohi bo'lgan voqealarni yozgan. 1952-yilda uning ko'zlari chop etilganidan ko'p vaqt o'tmasdan turib, Eronda Alaviyning ba'zi asarlari taqiqqa ham uchraydi va senzura 1979-yilgacha davom etadi. Og'ir siyosiy bosimlar ostidagi muhabbat hikoyasi. Bu yerda jamiyatning og'riqlarini ham, qo'rquvni ham ko'rishingiz mumkin. Romanning qiziq tomoni unda magnit bor, katta boblarni ham o'qiyverasiz. Miyangiz qiziydi, lekin mutolaani to'xtatishni xohlamaysiz. Bosh qahramonlardan biri Mokon. U o'z xalqini juda qattiq sevuvchi shaxs. Mamlakat ichida turib, hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham, ana shu siyosiy tizimga qarshi kurashishga harakat qiladi. Farangiz esa mana shu ko'zlar egasi. Rassomga oshiq qiz. Uning uchun Makonning g'oyalari ikkinchi darajali. Muhimi u sevganning yonida bo'lsa yetarli. Muhabbat va qat'iy g'oya, nozik hislar hamda siyosiy kurash. Fors adabiyotining shedevr klassikasi. Shu o'rinda sizga savol: sevgi qutqaradimi yoki o'ldiradi? O'z variantingizni va negaligini izohda yozib keting.